Leksimizin devamını anlayışla, hürmetli vatandaşlarım. G'alaba qilish yoki mag'lub bo'lish xuddi iqtisod sohasida ziyon tortish yoki foyda ilishni bilgili bo'lmagandek bundaq g'alaba qilish va mag'lub bo'lishnimi mo'ljalligili bo'lmaydi deydi Nido efendi. Lekin Jungoning pul muomala sohasi intayin zo'r ko'rizga duch keladi. Jungo iqtisodi 30 yildan beri hech qachon xalqaro kapitalning zarbasiga uchrab boqmadi. 30 yıldan bu yan Xitayning puli yoki pul muomala sohasi hech qachon xalqaro kapitalning zarbasiga uchrab boqmadi. Bu qatam men shuning cho'qim ishonamanki va kapolat qila olmaymanki deydi Nido efendi. Xalqaro kapital Jungo kompartiyasini bu qatam hargiz qo'yib o'tmaydi. Bu chunki kim dushman, kim do'st bo'lish masalasi emas. Belki Jungoning iqtisodiy krizisi xalqaro kapitalga fursat yaratib berganligi yoki fursat yaratib berganligidan bo'lgan ish. Qachon yuz berdi? Ya'ni men buni aytib bermayman. Ammo xalqaro kapital Jungoning iqtisodiga zarba berdi deydi Nido efendi. Xalqaro kapital bu fursatni mutlaq qo'ldan chiqarib qo'ymaydi. Hargiz mutlaq tashlab etmaydi. Xalqaro kapitalning bu ishi qachon portlaydi men bilmayman. Faqat bir grajdan sifatida ogohlantirish berdim deydi Nido efendi. TPP savdo hamkorlik kelishimining imzolanishi zo'r to'lqin qo'zg'adi. Xalqaro jamiyatda intayin zo'r to'lqin qo'zg'adi. TPP to'g'risida torbatlarda qizg'in munozaralar bo'lib o'tdi. Jungoning aloqador matbuotlari bir cümle sözne yani Jungo'ga ko'rsatadigan ta'siri cho'ng emas. Yoki TPP'ning Jungo'ga ko'rsatadigan ta'siri cho'ng emas degan bir cümle so'zni qayta takrorladi dedi. Ko'rsatadigan ta'siri TPP'ning Jungo iqtisodiga ko'rsatadigan ta'siri. TPP'ning Jungo iqtisodiga ko'rsatadigan ta'siri cho'nqurma emasmi? Biz reallik qarabla 3 aydan keyin ta'sir ko'rsatgan yoki ko'rsatmaganligini ko'rib ola olamiz. Hech bo'lmaganda dastlabida tashqi savdoning ziyon tortishi o'zliksiz ko'paydi. Tashqi provodning o'zliksiz ozayishini o'zgartirib bo'lmaydi. Jungo xalqaro savdo bozorini yo'qotib qolmay, balki Jungo bu davlatning xalqaro o'rnini yo'qotib qo'ydi. Demak, TPP'ning imzolanishi Jungo'ga ta'sir ko'rsatmaydi deb Jungoning matbuotlari shunday deydi ekan. Nega Nido efendi nima deydi? Aldiramanglar biz 3 oy ichida ko'ramiz deydi. Bu ko'rish jarayonida Jungo xalqaro kapitalning zarbasiga uchrab, xalqaro savdo bozorini yo'qotib qo'ymay, balki o'zining yoki Jungoning davlatlik o'rnini yo'qotib qo'ydi deydi.